Bu iPhone egasi to'satdan vafot qilgan, kodlarini hech kimga yaqinlariga aytmagan. Yosh odam bo'lgan deyishdi. Telefonning ichida 5 mingdan 50 ming dollargacha bo'lgan biznes ma'lumotlari bor, kodini hech kimga aytmagan. Даже sifroviy meros ham tayinlamagan telefonga. Sifroviy iPhone egasi vafot qilsa nima qiladi degan video o'qiganmiz, ko'rgan bo'lsanglar, 400 mingdan 500 mingta prosmotr bo'lgan. iPhone egasi vafot qilsa, ichidagi ma'lumotlari, login parollarini meros qoldirsa bo'lar ekan, o'zi. Shu merosxo'r, telefoniga merosxo'r tayinlash bo'yicha belgilab qo'yasiz. Ichiga kirib telefoningizni faqat vafot qilganingizdan keyin beradi uni kodini, yaqinlaringizga ochib beradi. O'sha hujjat, vafot qilgan haqidagi hujjat. Bevaqt o'limdan Alloh saqlasin, lekin o'lim hammaning boshida bor. Shuning uchun ehtiyot shart. Kodlarini, telefoningiz kodlarini, ma'lumotlaringizni bironta yaqin odamingizga aytib qo'yganingiz yaxshi yoki kamida minimum o'sha merosxo'r tayinlab qo'yish kerak telefon nastroykasida. Mana hozir telefonda hattoki Yevropada ham ochib bera olmaydi deyishyapti, chunki proshifkasi eng oxirgi versiyalardan ekan. Egasi iltimos ham qildi, shunaqa video qilib hammaga yetkazib qo'ying, mana hozir biz juda katta qiyinchilikdamiz deyapti.